tomonda sen qurasan, bir tomonda esa men quraman. Bo'ladimi qishloqqa? Ha, bo'ladi. Lekin meni qishloqqa deb chaqirma, meni Misr qishloqqa deb chaqir. Iye. Bo'ladi. Yo bolamaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Rekap. Bugun biz qishloqqa qarshi quruvchilar jangi o'ynaymiz. Qani bo'lmasam videoga go. Xo'sh, qishloqqa yutqazishga tayyormisan? Yo'q, sen tilingda aytganda chertib tashlayman. Birinchisiga nima quramiz? Ayt, tezroq ayt. Qarorchi, birinchisiga piramida quramiz. Bo'ladimi qishloqqa? Ha, bo'ladi. Jonga yo'qol. Men qurishni boshlayman. Yaxshi, sen ham yo'qol. Xo'sh do'stlar, endi qishloqqa bizni eshitmaydi. Endi biz birinchisiga piramida quramiz. Piramida desa, mana shu narsalardan foydalanamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Do'stlar, bir marta bo'lsa ham Minecraftda piramida qurgan bo'lsalaringiz kerak. Albatta qishloqqa mendan ham yaxshi qurayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq biz qurib tashlaymiz bu yoqqa. Xo'sh, 1 2 3 4. Mana tayyor do'stlar. Ichini esa olmos bilan to'ldirib chiqamiz. Juda ham zo'r oltin. Ichi esa olmos piramidadan bo'ladi. Juda ham zo'r chiqadi. Albatta qishloq ham mendan yaxshiroq narsa quryapti deb o'ylayman. Shuning uchun qishloqimi yoki men, qaysi birimiz zo'r bo'lsa, kommentda kutib qolaman. Albatta qishloq ham yaxshi quryapti. Deyarli tayyor. Tap va tayyor. Mana. Deyarli tayyor. Endi mana bu narsalarni qo'yib chiqamiz. Juda ham zo'r ko'rinadi. Qishloqini esa men do'ndirib zo'r tashlayman. Agar bir joyda xato qilsam, yana miyamni yeb boshlaydi. Hop, bu yerlarga ham qo'yib tashlaymiz. Tap va tap. Do'stlar, bu piramidamiz 3 qavatmi bo'lar ekan. Lekin menda oq zinapoya bo'lgani uchun oltin zinapoyani topa olmadim. Mana bunday. Deyarli chiroyli chiqdi, yaxshi chiqdi degan umiddaman. Bo'ytlariga ham qo'yib tashlaymiz. Ajoyib ko'rinishga keldi. Endi zinapoyalarni qo'yib chiqamiz. Albatta izohlarda yozib qoldiring o'z fikringizni. Men esa qurishni davom ettiraman. Mana men endi ustasi faranga aylandim. Mana shularni qo'yish bo'yicha yana xato ketdi. Mana shularni qo'yish bo'yicha men chempion bo'laman. Hali mana zinapoyalarni endi tez qo'yib chiqaman. Ozgina qoldi. Agar yana ozgina xato qilsam, endi boshimni yemasa bo'ldi. U yaramas. Yaxshi ham to'g'ri ketibdi. 8 ga 8 olibman. Yaxshi. Xo'sh, bu yerlarga ham qo'yib, xato bo'lib ketdi yana. Bu yerlarga ham qo'yib chiqsak, deyarli tayyor bo'ladi. Bu yoq boshqacha bo'lib qoldi-ku, a? Qarorchi, men bilmadim bularni, lekin endi qishloqni oldiga borish vaqti keldi. Qishloqqa men kutishdan charchadim. Kiraveraymi? To'xta, yaramas. Xo'sh, qishloqqa qurib bitkazdingmi? Nima bu? Yana bir ikki yil qur, yana bir ikki yil qur. Mana men qurib bitkazdim. Nima bu? Kalla pachami? Nima bu? To'g'risini ayt, nima bu? Senga deyman. Uyatsiz obunachilar oldida meni sharmanda qilasan-ku. Qarorchi, bu nima bu? Tushuntir meni, nima? Men kallamni qo'yib tashlagansanmi? Rostmi? Ha, bu seni kallang. Juda ham chiroyli chiqqan, ha? Qishloqqa. Tiqibsan-da, qarorchi. Bo'pti. Menikini ko'rsang hayron qolasan. Chertib tashlayman seni ham, boshqani ham. Ko'rdingmi qishloqqa menikini?
Yirtib tayladimmi? Sen yutding, mayli, tan oldim. Bo'pti. Mayli, sen yutding. Lekin bitta shartim bor. Meni Mister Qishloqqa deb chaqirasan. Bo'lmasa dam-damangni chiqaraman. Bo'pti. Короче, birinchisida men yutdim. Do'stlar, obunani ham bosib qo'ying. Videolarda ko'rishguncha.